Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته İnşallah birodarlar bugundan boshlab bir yangi silsila darslarni boshlamoqchimiz. Asmaullohil husna. Alloh azza va jallaning go'zal ism va sifatlari haqidagi dars. Alloh azza va jallaning o'zidan ixlosni va madadni so'ragan holda Asmaullohil husna, Alloh taoloning go'zal ismlari va sifatlari haqidagi darslarimizni boshlaymiz. Bu darslar orqali biz Alloh subhanahu va taoloni taniymiz. Agar biz Alloh azza va jallani tanisak, buyruqlarini tanisak, uni toatida bo'lishimiz to'g'ri bo'ladi. Kishi buyruqni tanishi mumkin, lekin buyruqchini tanimaydigan bo'lsa, bu buyruqqa uni parvosi bo'lmaydi. Yoki shu buyruqni bajarmaslikka yo'lini qidiradi, xullas beparvo bo'ladi. Ammo qachonki shu buyruqchini kim ekanligini bilsa, kim unga buyurayotganligini idrok qilsa, buyruqlariga e'tibor ham shunga yarasha bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo odam bolasiga idrok qilishlik quvvatini berdi. Va mana shu quvvati bilan uni boshqa mahluqotlardan ajratdi. Bu quvvat, idrok qilishlik quvvati insonni haqiqatni izlashga undaydi. Alloh taolo insonni tabiatida ma'rifatga, bilimga bo'lgan ehtiyojni paydo qildi. Agar u mana shu ehtiyojini qondirishga harakat qilmasa, haqiqatni nima ekanligini izlamasa, dunyoga nimaga kelganligini bilmasa, qanday yashash kerakligini bilmasa, dunyodan chiqib ketayotganda nima uchun chiqib ketayotganini bilmaydigan bo'lsa, haqni izlamasa, demak bu inson dunyoga nima maqsadda yaratilgan edi, o'sha maqsadda amalga oshirmabdi. Agar inson mana shu haqiqatni idrok qilishlik, uni topishlikka harakat qilar ekan, o'zini insoniylik martabasini, darajasini qoyim qilgan bo'ladi. Agar kimdir shu narsaga intilmasa, endi oliy insoniylik darajasidan pastroq bo'lgan bir daraja ham bor. Bu nima bu? Yeyish, ichish, uxlash, dam olish. Agar faqat shu bilan o'tayotgan bo'lsa, inson o'zini insoniyligini yuzaga chiqarmabdi. Alloh azza va jalla insonga idrok qilishlik quvvatini nima uchun berdi? Aql yurgizishlik uchun, fikr yuritishlik uchun, dunyoga nimaga kelganligini idrok qilishlik uchun. Alloh taolo Qur'onda yuzlagan oyatlarda siz bilan bizni aql ishlatishlikka, fikr yuritishimizga, tadabbur va tafakkur qilishlikka chaqiradi. Allohni tanishlik, birodarlar, dinning asli. Allohni tanish, odamlarni tanish. Buning o'rtasidagi farq, buning o'rtasidagi fazilat Allohni bandalarning ustidagi fazilatiga o'xshaydi. Allohni qadri bilan bandaning qadrining o'rtasida qanchalar katta bir tafovut bor. Endi xuddi shunga o'xshagandek, odamlarni tanishlik bir narsa bo'lsa, Allohni tanishlik umuman boshqa narsa. Alloh azza va jalla hadis qudusiyda marhamat qiladi. Ibn Adam utlubni tajidni. Odam bolasi, meni izla, meni qidir, meni topasan. Fa iza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, hech narsani topmading. Agar meni topmasang, hamma narsani yo'qotding. Bu so'zni siz bilan bizga kim aytayapti? Agar meni topsang, hamma narsani topding. Kim aytayotganiga e'tibor beraylik. Qarang, bir yosh bola menda katta pul bor desa, nech pulni tasavvur qilasiz? 100 so'mdir, boring 5000 so'mdir. Bu kichkina bolani gapiga bo'layotgan e'tibor. Endi bir ulkan bir katta bir mamlakatda rahbari yurtimizni iqtisodini ko'tarishlik uchun juda katta bir mablag' to'pladi desa, unda qancha pulni tasavvur qilasiz? Milliardlar, ehtimol trilliardlar. Alloh taolo aytayapti, meni topmasang hech narsani topmading. Meni topsang hamma narsani topding. Birodarlar, biz Allohni tanisak, Alloh subhanahu va taoloni tanisak, o'zimizni keyin taniymiz. Hayotni keyin tushunamiz nimaligini. Unda bo'layotgan xursandchilik nima uchun?
unda kelayotgan kasalliklar, bemorliklar, mashaqqatlarning orqasidagi hikmatini tushunamiz va osudalikni, xotirjamlikni topamiz. Demak, birodarlar, agar meni yo'qotsang, ya'ni meni topmasang, hech narsani topmading. Hamma narsani yo'qotding. Va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Zero Alloh sizga bilmagan narsalaringizni bildirdi. Allohning sizga qilgan fazl va marhamati ulug' bo'ldi. Ilm martabasidan ko'ra oliroq martaba bo'lmaydi. Dunyo istasangiz ilm o'rganish kerak. Oxiratni istasangiz ilm o'rganish kerak. Ham dunyoni, ham oxiratni istasangiz baribir ilm o'rganishlik kerak. Ko'ringda, ilm shunday narsaki, borlig'ingizni bersangiz ilmga, u o'zini ozgina bir qismini beradi. Agar ilmga ozgina qismingizni bersangiz, ozgina vaqtingizni bersangiz, ilm sizga hech narsasini bermaydi. Qoida: kishi ilm talabida yurar ekan, u ilmli. Agar u bildim, o'rgandim, ilmli bo'ldim desa, shubhasiz johillardan sanaladi. Qaytaramiz. Kishi ilm talabida yurar ekan, u ilmli. O'rgandim, bildim, ilmli bo'ldim dedi, endi u johillar qatorida bo'ladi. O'rniga kelganda aytamizki, ilm bandani oxiratni dunyodan afzal bilishlikka yetaklaydi. Qaytaramiz. Ilm bandani oxiratni dunyodan afzal bilishlikka yetaklaydi. Ilmsizlikchi? Ilmsizlik dunyoni oxiratdan afzal bilishlikka yetaklaydi. Ilm o'rgangan odam oxiratni dunyodan afzal biladi va ikkalasida ham muvaffaqiyatga erishadi. Ilmsiz odam dunyoni oxiratdan afzal deb biladi, ikkalasida ham muvaffaqiyatsizlikka, mag'lubiyatga duchor bo'ladi. Demak, nima kerak ekan bizga? Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Alloh taolo aytayapti, ha bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Ilmli odam bilan ilmsiz odam barobar bo'lmaydi hech qachon. Buyruqni tanishdan avval buyuruvchini tanishlik. Buyruqni tanishdan avval buyuruvchini tanishlik. Mana bilamiz, odamlarda aksariyati biladi aroqda haromligini. Zinoda haromligini hamma biladi. Yolg'on gapirish mumkin emasligini ham buyruqda hamma biladi. Namoz o'qish kerak, roza tutish kerak. Lekin hamma bilib turib, nimaga amal qilmayapti? Javob shuki, buyuruvchini tanimaydi hamma. Agar buyruqni bilganlar buyuruvchini ham taniganida buyruqqa beparvo bo'lmasdi. Allohni bir kishi tanishi mumkin, bu tanishi quvvatli yoki quvvatsiz bo'ladi. Buyruqlarni tanishi mumkin. Bu buyruqlari haqidagi bilma ham kuchli yoki zaif bo'lishi mumkin. Agar birodarlar biz buyuruvchini kim ekanligini tanisak, uni buyruqlarga beparvo bo'lmaymiz. Hozirgi kunda musulmonlarni birinchi raqamli mushkulasi haqida hozir so'z ochgandek bo'ldik. Hamma buyruqni biladi, lekin buyuruvchini tanimaydi. Shuning uchun buyrug'iga beparvo. Sahobalarning hayotini qaraydigan bo'lsak, birodarlar, ular ozchilik bo'lgan. Ular kambag'al bo'lgan. Ular zaif bo'lgan. Lekin ular buyuruvchini ham tanigan. Buyrug'ini ham bilgan. Shuning uchun itoatda turdi, Alloh ularni aziz mukarram qildi. Qaytaramiz, sahobalar oz bo'lgan, quvvatsiz bo'lgan, zaif bo'lgan, lekin buyruqni tanidi, buyuruvchini ham tanidi, itoatda turdi, Alloh ularni aziz mukarram qildi. Yer yuzida ustozlarga aylantirdi. Hozirchi musulmonlar ko'p, musulmonlar boy, musulmonlar buyruqlarni biladi deyarli hammasi. Lekin buyuruvchini tanishlikda birodarlar, sahobalardan bizning nimamiz bor? Farqimiz bor. Qoida: Allohni haqiqiy tanishlik bandani amalga chorlaydi. Qaytaramiz. Allohni haqiqiy tanishlik bandani amalga chorlaydi. Ko'chadagilar ibodatdan uzoqmi? Allohni taniyman deyotgan gapi quruq da'vo. Agar taniganingda bu ilming, bu biliming seni nimaga boshlardi ekan? Masalan, saratonda roza tutdik, birodarlar o'tgan yil. Nimaga roza tutdik? Chunki siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz buyurdi. U zotni buyrug'iga beparvo bo'lmaydi. Kim Allohning buyrug'iga beparvo bo'lsa, albatta buni jazosini tortadi. Shuning uchun rozani nima qilyapmiz?
tutyapmiz va maza qilyapmiz. Allohni tanigan banda buyrug'iga itoat qilib, jasadi qiylanishi mumkin, lekin ruhi maza qiladi. Endi Allohni tanimaganlar tashqaridan turib sizga qarab hayron bo'ladi. Bu nimaga unaqa qilyapti deydi, 18 soat, 17 soatlab deydi, na suv ichmaydi ekan, na ovqat yemaydi ekan. Nimaga siz tushuna olmayapti u? Chunki u bu buyruqni buyuruvchisini tanimaydi. Qaytaramiz, Allohni haqiqiy tanishlik bandani amalga chorlaydi. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Wa'adallohu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Alloh sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib, mustahkam qilishni hamda ularni xavf va xatarlardan so'ng tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Avvalgilarda Alloh taolo qanday aziz mukarram qilgan bo'lsa, keyingilarni ham ko'taradi aziz mukarram qilib, agar Allohni tanishsa, buyrug'ida turishsa. Qoida: har bir mo'minning hayoti, turmushi, farovonligi va xotirjamligi Robbisini tanishligiga bog'liq. Endi hozirgi zamonda til bilan aytsak, har bitta odamning hayotini zo'r bo'lishligi faqatgina nimaga bog'liq? Pulga bog'liq. Alloh aytayapti, meni tanisang, hukmimda tursang zo'r bo'ladi hamma yo'g'ing desa, nima deyapmiz? Endi yaxshi-yu, bar pul bo'lsa yaxshi-da. Yaxshi. Masalan, Allohumma inni a'udhu bika minal kufri va faqr. Payg'ambarimiz aytganlar, duo qilganlar, Parvardigor, men sendan kufrdan va faqr bo'lib qolishingdan panoh tilayman degan. Faqr bo'lishligi kerak emas. Musulmon boy bo'lishga intiladi, lekin u hayotining maqsadi emas bu. Qaytaramiz, har bir mo'minning hayoti, turmushi, farovonligi va xotirjamligi nimaga bog'liq ekan? Robbisini tanishligiga, binobarin unga itoatda turishiga. Allohni qancha taniysiz, qancha buyrug'ida turasiz, shuncha hayotingiz zo'r bo'laveradi. Millatingiz qanaqa, qaysi yurtda yashaysiz, iqtisodingiz qanaqa, bularning ahamiyati yo'q. Endi hozirgi kundagi musulmonlarning hayot ham Robbisini tanishiga yarasha bo'lyapti-da. Robbisini buyrug'ini tanishiga yarasha bo'lyapti-da. Robbisini buyrug'ida turgan, turmaganiga yarasha bo'lyapti-da. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va yafu an kathir. Alloh taolo aytayapti, nima musibat yetsa, o'zingizlar shu qo'llaringizlar bilan qilgan ish tufayli yetdi. Yana men hamma ishingizlarga jazo bermayman, ko'pini kechirib turaman deyapti. Shuning uchun musulmonni hayotida unga yoqmaydigan biror bir makruh ish sodir bo'lsa hayotida, o'zidan ko'radi birinchi. O'zidan istaydi sababni. Alloh taolo bir toifa mo'minlarni aziz mukarram qildi. Allohni tanishdi, buyrug'ini tanishdi, itoatida turishuvdi. Endi bulardan keyin bir toifa keldi deyapti Alloh Qur'onda. Astagfirullah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna g'ayya. So'ng ularning ortidan namozni zoya qiladigan va shahvatlarga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'liqurlar. Tashqaridan aybdorni qidirmaylik birodarlar. Har kim o'zini kundalik hayotdagi musibatida, o'zini balolarida kimlarnidir, qarlarnidir ayblashga harakat qiladi. Biz qachon o'zimizdan istashni boshlaymiz aybni, o'zimizni tuzatishga harakat qilamiz, shunda hayotimiz tuzaladi. Mana bo'lsa yaxshi bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi, bunday qilsa hayotimiz yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q, o'zingni tuzatasan. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh bir qavmni isloh qilmaydi, ichidagi narsalarini, to qavmlar o'zlarining ichidagi narsani isloh qilmagunicha. O'zimizdan qidiraylik gap qisqasi. Demak, ummatning avvalida bo'lgan sahobalar Allohni tanishdi, uni manhajida qoyim bo'lishdi. Shuning uchun Alloh taolaning va'dasi ular mustahaq bo'ldi. Endi Alloh taolo va'da berdimi? Va'dasi amalga oshmay qo'ymaydi.
Alloh taolo mu'minlarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra bu koinotda vayron bo'lib ketgani yengilroq. Biz ustimizda ham Allohning va'dasi haq bo'ladi, Allohning nusrati keladi, qachoniki shunga loyiq bo'lsak. Qachoniki shunga loyiq bo'lsak. Demak, siz bilan biz Asmaullohil husna darslarini boshlayapmiz. Alloh azza va jallaning go'zal ismlari haqidagi, ism sifatlari haqidagi darslar. Bu darslar siz bilan bizga Robbimiz azza va jallani tanitadi. Qancha yaxshi tanisak, shuncha uni itoatida sobit turamiz. Qancha itoatda sobit tursak, ikki dunyomiz shunga yarasha obod bo'ladi. Alloh taoloning mahluqotlari haqidagi ilm dunyoni tuzalishiga sabab. Alloh taoloning buyruqlari haqidagi ilm ikki dunyoni tuzalishiga sabab. Mana birodarlar, Alloh taoloning mahluqotlari haqida ilmi bor. Alloh taoloning buyruqlari haqida ilm bor. Fizika, matematika, astronomiya bular dunyomizni salohiyatini belgilaydigan ilmlar. Musulmon odamlar bu narsani o'rganishligi kerak. Bu farzi kifoya. Endi Alloh taoloning buyruqlari haqidagi ilm bor. Bu siz bilan bizning shariatimiz. Astagfirullah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim. Demak, inson dunyoga nimaga kelgan ekan? Allohga ibodat qilish uchun. Ibodat nima o'zi? Ibodatning ta'rifi quyidagicha. Ibodat bu abadiy saodatga yetaklovchi, asosi aniq ishonch ustiga qurilgan, qalbning muhabbati bilan aralashgan ixtiyoriy bo'yinsunish. Abadiy saodatga yetaklovchi bo'yinsunish, aniq ishonch asosida bo'layotgan bo'yinsunish, qalbni muhabbati bilan aralashgan bo'yinsunish va ixtiyoriy bo'yinsunish. Alloh nasib qilsa, tinch qilsa, sog' bo'lsak, ro'zaga chiqamiz. Mana ro'za tutamiz. Shu narsa bormi? Qalbimizni muhabbati bilan aralashgan bo'yinsunishmi? Aniq ishonch ustida turib bo'yinsunishmi? Va ixtiyoriy bo'yinsunishmi? Yo hamma tutayotganligi uchun tutamizmi ro'zani? Hamma tutmay qolganda ham agar ibodat sizda haqiqiy bo'layotgan bo'lsa, tutaverasiz oxirigacha. Mahluqotlar haqidagi ilmni o'rganishlik farzi kifoya dedik. Musulmonlarning bir jamoasi bu ilmlarni o'rgansa, qolganlardan soqit bo'ladi. Ammo shariat ilmlarini bilishlik har bitta musulmonga farzi ayn. Halol haromni bilishingiz farz, bilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Bu hali farzi kifoya qilib, onalar biladi, halol haromda yetadi bizga degan gap bo'lmaydi. Kasbingizda, tijoratingizda, muomalangizda nima mumkin, nima mumkin emas. Bilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Birodarlar, hayotni qaysi jabhasi bo'lmasin, ana shu jabhada faqatgina yaratuvchining ta'limotiga amal qilish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Tijoratingizni nima qilish kerak? Shariat aytgan. Xotin bilan qanday muomala qilish kerak? Shariat ko'rsatgan. Farzandlar bilan qanday muomala qilish kerak? Hammasiga shariatimizda ko'rsatma bor. Va bu shunaqa ko'rsatmaki, bir davrda ishlab, ikkinchi davrga to'g'ri kelmay qolmaydi. Tushunalingmi? Mana millatga to'g'ri kelib, narigisiga to'g'ri kelmay qolmaydi. Chunki Alloh taolo aytayapti: "Ala ya'lamu man xalaqa va huval latiful xabir." Axir hamma narsani yo'qdan bor qilgan Alloh o'zi bilmaydimi yaratgan mahluqlarini? Ularga nima foyda, nima zararligini? Allohning buyruq va qaytariqlarini bilishlik har bir musulmonga farz. Qanday qilib ibodat qiladi? Ibodat qabul bo'lishi uchun nima qilishlik kerak? Albatta bu ilmlardan xabardor bo'lishlik kerak. Qoida: banda o'zining hayotida Allohning manhajiga amal qilsa, Alloh unga o'zining nuridan, ma'rifatidan in'om etadi. Diqqat qilinglar shu qoidaga. Yana bir marta o'qib beraman. Banda o'zining hayotida Allohning manhajiga amal qilsa, Alloh azza va jalla unga o'zining nuridan, ma'rifatidan in'om etadi. Boya aytdik-ku, siz saratonda ro'za tutayotganingizda tushunmayotgan odam shu ma'rifatdan uzoq, o'shuning uchun tushunmayapti. Siz saharda turib tahorat qilib masjidga qarab ketayotganingizda shuni ko'rib tushunmayotgan odam Alloh taoloning ma'rifatidan uzoq bo'lgan odam.
U siz qanday huzur olayotganingiz, qanday bir rohatlanayotganingizni u bilmaydi. Chunki uni qalbi muhrlangan. Bu ma'rifatdan uzoq. Qanchalar Allohning manhajiga yaqin yuramiz, hayotimizda tatbiq qilamiz bu manhajni, Alloh o'zining nuridan, ma'rifatdan ato etadi. Alloh taoloni tanituvchi yo'llar. Birinchisi koinotdagi oyat, alomat, belgilarga qarashlik. Birinchisi koinotni kuzatishlik. Alloh taolo Qur'onda Oli Imron surasida shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli van nahari laayatin liulil albab. Alladhina yadhkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batila subhanaka faqina azaban nar. Alloh taolo o'zining solih bandalarini maqtab shunday deydi. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun oyat, alomatlar bordir. Allohning qudratiga dalolat qiladigan belgilar bor. Kun bilan tunda almashini qaranglar-da, bu mo'jiza. Oylarda almashib turishini ko'raylik-da, bu mo'jiza. Yerda aylanib turishini ko'raylik-da, mo'jiza. Lekin bu mo'jizalar doimiy ustimizda turganligi uchun mo'jizaligini bilmay qoldik. Agar yerda tayda yashagan bir toifa odamlar bo'lsa, tasavvur qiling, yerni betiga olib chiqdingiz. Quyoshda chiqib botayotganligini ko'rib turib, lol qolarmidi? Yorug'likni ko'rmagan, shunaqa bir bo'lsa, bir svet bilan yashagan yer tayda yashagan, tasavvur qiling, qolib ketgan yer tayda. Agar chiqib turib yer yuzidagi ko'katlarni, xushbo'y hidlarni, ranglarni, suratlarni ko'rsa, qoyil qolarmidi? Biz shu ne'matni ichidamiz, fikr qilmay qo'ydik faqat. Biz bilasizlarmi? Tishimiz og'rib, bir joyimiz og'rib, kechasi bilan uxlamasdan chiqqanda bilamiz tunni qanchalar uzunligini. Bilasizmi? Asabingiz o'lib, nervingiz tugab, uxlamagan paytingizda bilasiz, uyquni qanaqa ne'matligini. Ne'mat to'lib yotibdi, birodarlar. Faqat qaramay qo'ydik. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar. Hamda osmonlar va yerning yaralish haqida tafakkur qilib deydilar: Parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biron ish qilish aybidan poksan, o'zing bizni jahannam azobidan asragin. Allohni tanitadigan birinchi yo'l koinotdagi oyat, alomatlar haqida fikr yuritish, shular haqida mulohaza qilishlik. Shuning uchun aytiladi, koinot jim turuvchi Qur'ondir. Qur'on esa gapiruvchi koinotdir. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam esa tirik Qur'ondir. Demak, koinotni belgi, oyatlarga qarashlik kerak, tafakkur qilishlik kerak. Koinotga qaraymiz, rahmatni ko'ramiz. Demak, buni yaratgan zot rahmatli zot ekan. Koinotni qaraymiz, undagi ulug' bir hikmatni ko'ramiz. Demak, yaratgan zot hakim zot ekan. Bu koinotni qaraymiz, kuch-quvvatni ko'ramiz. Demak, uni yaratgan zot quvvatli ekan. Bu koinotda kuzatar ekanmiz, boylikni ko'ramiz. Demak, yaratgan zot qanday zot ekan? Boy zot ekan. Demak, biz Allohni tanishlik uchun birinchi navbatda koinotdagi oyat, alomatlarga qaraymiz. Qur'onda, birodarlar, mana shu koinot haqida so'z yuritadigan 1300 ta oyat bor. 1300 ta. Qur'on o'qir ekanmiz, Alloh taoloning oyatlarini tilovat qilar ekanmiz, buyruqlarni eshitamiz, itoat qilishimiz kerak. Qaytarlarni eshitamiz, to'xtashimiz kerak. Jannat ahllarini sifatlarini eshitamiz, shu sifatni o'zimizda paydo qilishimiz kerak. Jahannam ahlarini sifatlarini eshitamiz, shunaqa bo'lmaslikka harakat qilishimiz kerak. Va Alloh taolo halok qilgan qavmlarning qissalari keladiki, ular qilgan xatoni qilmaylik. Ular tushgan musibatga biz ham tushib qolmaylik deb harakat qilishimiz kerak. Demak, osmonlar va yer yaralishi haqida fikr qilish bizlarga Alloh azza va jallani tanitadi. Demak, birinchisi shu. Ikkinchisi, Alloh taoloning ishlariga nazar solishlik. Alloh taoloning ishlariga nazar solishlik. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Bas yer yuzida sayr va sayohat qilib, o'z payg'ambarlarini yolg'onchi qilgan qavmlarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Alloh qilgan ishlarni ko'ringlar.
Alloh taolo mana shu vayron qilgan xalqlarni yerlari bor, uylari bor. Allohni tanishdagi ikkinchi yo'l Allohni ishlariga, fe'llariga qarashlik. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, birodarlar, mutlaq hikmatga bog'liq bo'ldi. Mutlaq hikmat qayerda bo'lsa, bilingki Alloh taoloning hukmi o'sha yerda bo'ladi. Birinchisi koinot haqida fikr qilish, ikkinchisi uning ishlari haqida fikr qilish, uchinchisi Qur'on oyat haqida tadabbur qilishlik. Ey odam bolasi, meni izlagin, topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, hamma narsani yo'qotding. Men sen uchun hamma narsadan sevimliroqman. Insonning qalbida bir bo'shliq bo'ladi. Uni na mol to'ldiradi, na farzand to'ldiradi, na mansab to'ldiradi, na obro' to'ldiradi. U bo'shliqni faqat iymon to'ldiradi. U bo'shliqni faqat Allohning zikri to'ldiradi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'lingiz kim? Qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Agar shu zikr bo'lmasa, shu insonning qalbida iymon bo'lmasa, uni qalbida mana shu bitta bo'shliq doim turaveradi va hech qachon hayotidan u xotirjam bo'lmaydi. Doim shikoyat oladi. Hamma yoq zo'rab tursa ham shikoyat olaveradi. Chunki uni qondiradigan iymon, Allohning zikri yo'q. Alloh taolo bizga aytayapti, siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Robbimiz: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. Dunyoda tang hayot bo'ladi unga. Nima uchun? Allohni tanimaganligi uchun. Allohni eslatmasidan yuz o'girgani uchun. Inson o'zini bor bo'lishini yaxshi ko'radi, buni fitrati. Salomat bo'lishini, komil bo'lishini, o'zini vujudini davomiy bo'lishini yaxshi ko'radi. Va bularning hammasi Allohni tanish orqali yuzaga chiqadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu nimani belgisi?